Tezkor xabar. Maktablarda qishki ta'til qachondan boshlanishi aytildi. Assalomu alaykum azizlar. O'zbekistonda va dunyoda sodir bo'layotgan so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Maktablarda qishki ta'til joriy yilning 28-dekabrdan boshlanadi. Bu haqda Maktabgacha va Maktab ta'lim vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, hukumatning 2017-yil 15-martdagi 140-sonli qaroriga muvofiq 2025-2026 o'quv yilida umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilari uchun qishki ta'til 28-dekabrdan boshlang'ich 1-4 sinflarda 27-dekabr shanba kunidan boshlanadi. Ta'til 2026-yil 10-yanvargacha 14-kalendar kuni davom etadi. 2026-yil 11-yanvar yakshanba dam olish kuniga to'g'ri kelgani bois 3-chorak darslari 2026-yil 12-yanvardan boshlanadi. Sizga kelmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting.